Hammaga assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar va kanalimiz kuzatuvchilari. Zaferbek Qurbonboyev ko'chasida Zafar ko'chadan kim joy qidirib yurgan bo'lsa, bu videoni shu odamga tashlab qo'yishni so'rayman, chunki arkamda turgan hovli joy Zaferbek Qurbonboyev ko'chasida ekan. To'g'ri chiqsak, Bahram Xoddok yana chiqamiz. Bahram Xoddok, Zafar ko'cha. Bilasizlar, bu yerdan marshrutkadan 3 marshrut o'tadi. Aeroport desangizlar, bir adım yanında, Abxadnoy yanında, maktab bog'cha yonginasida bor. Chunki Bandamba maktab bog'cha Bandamba. Uzoqi 500 metr bo'lgan uzoqlikda bor maktab bog'chalar. Shuning uchun kim shu shaharning ichidan joy qidirib olaman deb yurgan bo'lsa, shu arkamda turgan hovli joyini pastda esini nomerlarini yozib qo'yamiz. Bahosini ham video davomida aytib o'tamiz. Joyimiz 2 mavzudan Qalobcha holatda turibdi. Vakfaynalar qo'yilgan ena pastda podvalan va podvaldan bir ko'rsatamiz. Chap tarafda ekan podvalan. 180 Caprio mashinam sig'adi, bemalol keladi. Qo'yasiz, ayran tarafda kladopchasi ham bor ekan, girib o'tirish shart emas. Kladopchasi ham bor ekan, ayran tarafda banda garajina. Podvali bilan hisoblasak 3 etaj bo'ladi. Endi kanalizatsiyasi tashqari tarafdan to'g'ri vodovoz keladi, kanalizatsiya tarafdan ketaveradi. Girenle şimdi katta dağlanımız bo'ladi. Katta dağlanina eho bilan. Balandligi joyimizni bantara boshindi. Joyimizni balandligi 330 ekan. Yana bon tarafda zalimiz, yana pishgan xom charuch aralash ekan. Qurilishi. Bir zallam gösterdi korobcha holatda. Endi hamma yerini podrobni ko'rsatib o'tirmaymiz. Bon tarafdan bir qator. Zina joyimiz, tualet banimiz zakoniyat bor. Salonlar. Iblerimiz kuxni bo'ladi albatta. Lamma tushunib oldi. Montajlari bilan ina bon tarafda bog' tarafimiz ekan. Bog' tarafda yaxshilan joy bor ekan. Где-то bir 50 kvadrat joy. Hovli joyimizning общий kvadrati 200 kvadrat deb turibdi. Endi общий 200 kvadrat. 150 kvadratda qurilish qilingan, 50 kvadrati bog'ga ajratilgan edi. Arka tarafdan eshik ochsangiz bo'ladi ekan, podval tarafdan. Pastda uyingizni nomeri, narxini ham uyingizni o'zi aytaman deb turibdi. Akvaramdan bir e'tibor berishni so'rayman. Normal sifat izidan qo'ygan ekan. Pastda uyingizni nomeri, telefon qilinglar, kelishingda olinglar. Dokumentlari joyida ekan, yanmada aytib o'tamiz. Dokumenti taqilmagan narsani hech kim sotib olib chiqara olmaydi. Sotib olib chiqqan taqdirda notariusga borsa o'zi yo'q qoladi. Shuning uchun hammaga rahmat, sog' salomat bo'linglar.